kompaniyangizda soliq tekshiruviga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan 3 ta asosiy mezonlarni keltirib o'tamiz. Uchinchisi eng xavflisi. Birinchisi kirimsiz tovarlarni sotish. Doimo kirimsiz tovarlarni sotish sizda soliq organi tomonidan qaraganda katta risklarga sabab bo'ladi. Qo'shimcha qiymat solig'ingiz bo'yicha guvohnomani nofaol holatga keltirib qo'yish mumkin. Sizni kontragentingizgacha hattoki ziyon yetishi mumkin bo'ladi. Buni oqibati hammasi tekshiruvlarga sabab bo'ladi. Keyingisi hisobotlarni kechikishi. Doimo hisobotlarni kechikib topshirish yoki hisobotlarni kechikish orqali siz o'zingizga e'tibor qaratib qo'yishingiz mumkin. Bu orqali sizga bo'lgan e'tibor, sizga bo'lgan qarash va kameral tekshiruvlar kelib chiqish sabab bo'lishi mumkin. Kameral tekshiruv natijasida esa keyingi qadam soliq auditi keladi. Eng xavflisi tovarlarni qoldiqda ko'p bo'lishi. Ko'pchiligimizda qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha zachotimiz ko'proq qolsin deymiz. Buni natijasi sizda doimo qoldiqda tovarlaringiz turgan bo'ladi. Bu holat sayyor tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Qoldiqdagi tovarlar haqiqatdagi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, juda katta miqdorda qo'shimcha soliqlar va jarimalar, hattoki jinoiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari tekshiruvga sabab bo'ladigan barcha soliq risklarini bitta checklist qilib tayyorladik. Checklistni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, izohlarda risk so'zini qoldiring.